2026-yil holatiga ko'ra trammovka apparatlarimizning narx-navolari qanaqa bo'lyapti? Bugungi video obzorimizda apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Do'konimizga tokli hamda benzinli variantdagi Kengro trammovka apparatlarimizdan yetib kelgan. Tokli variantlari 220 volt tokka ishlaydi. O'zini o'chirib yoqadigan ключаторlari hamda 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan. Tonnalari nechta tonna trammovka qiladi degan akalarimiz uchun 1 tonna soft trammovka qiladi. Bitta sakrab urganda tagidagi tovoqlari ikkalasini ham razmeri bir xil bo'ladi. Reduktorlari ham deyarli bir xil. Benzin hamda tokka ishlaydigan motorlarda farqi bo'ladi. Keyin buni o'zini legrovkalarini bemalol qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Benzinli variantini, masalan, 1,5 tonna trammovka qiladigan bo'lsa, o'zini sof vesi 1 tonna 300, 1 tonna 500 kiloga qo'yib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Buni bo'lsa, o'chirib yoqadigan ключаторlari mavjud bo'ladi xolos. Rasxodlariga keladigan bo'lsak, benzinli variantdagi trammovka apparatimiz soatiga 1 litrgacha, tokli variantdagi trammovka apparatimiz soatiga 3 kilovatgacha rasxodlari mavjud bo'ladi. Apparatlarimizning narx-navolariga keladigan bo'lsak, tokli variantlari $330 dan, benzinli variantlari $370 qilib beramiz. Kanalimiz obunachilari uchun yanada kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Shu videoga like tugmachasini qizartirib, kanalimizga obuna bo'lib kelaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun skidkalari mavjud bo'ladi. Buni ma'lumotlarini bemalol o'qib olsalaring bo'laveradi. Mana o'zini sof veslari 85 kilogramm vesga ega bo'ladi. 1,5 tonna trammovka qiladi. Bitta sakrab urganda o'zini motorlari ham yaxshi motorlardan 170 gilzavorsilli variantlarda. O'zini motoriga yoq qo'yadigan joylari benzinda sof, yaxshi benzindan qo'yib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Kimga shunaqa trammovka apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. O'zimizda manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz.